Ben Yedikot. Yengiden videomga hoş geldinizler. Bugün mana billerden o'tamiz. Qarang, 3 sinov bor. Ana nima? Eng qiyini mana bu normal, mana bu eng nimasi? 10 soatida, 10 soat. Shuning uchun boshlasak bo'ladi do'stlar. Oho. Shu bor ekan, oy! Gitmesek olur. Oy! What the fuck? Böyle. Vay pislikten ki. Böyle. Dolayısıyla 10 saat video iken de karanglar 10 saat ne? Do'stlar mana bularni sindirish yo'q. Bir tush. Nima qilaman men? Mana hech nima sindirish yo'q bo'lsa men nima qilaman? Unda nimaga tushdim men bu yerga? Voy, mendini. Qayerdan bo'ladi ekan? Qaysini sindirib bo'ladi? Voy, mendini. Ana narsa bor-ku. Ana shuni olishim kerak edi. Mendini. Endi nima topamiz do'stlar? Aytgancha bir narsani sindirish bor. Ulan bo'lsa albatta menga bo'ladi kerak. Yo'q. Mana ko'ramiz. Mana bitni sandarsam, mana bitni nishonmay qolaman. Mana shu yerda yurish kerak-da, qanday yurib bo'ladi bilmay turibman. Shuncha nima qilib do'stlar, mana sutga qo'ysak, hech nima bo'lmasa, qulay hech nima yo'q. O'tiramiz. Ideya topib, eng qiyini shulaganda hech nima yo'q. Yo'q, men mana buni sindirsam bo'lar ekanda. Yo'q, men qaytib olaman. Menga kerak bo'ladigan narsa albatta mana bu, lekin tushib ketmaydi deb umid qilaman. Oh my god. Yo'q, olish kerak. Oy, sinib qo'ydim desa kechirasa, endi farq ketdi. Bunda endi nima qilsa bo'ladi? Ideya. Qut. Oh my god. Sal qopti do'stlar. Do'stlar, shundan iborat yana o'z chiqaraman. Videodagilarni mana shunday bajaradilar. Miyav.